Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar. Havasdan biznesgacha kanalining qadrdon obunachilari, hammalaringizga xayrli tong tilayman. Shu muborak kunlarga yaqinlashib kelyapmiz, ya'ni Ramazon oyi yaqinlashib kelyapti. Hammalaringizni tabriklayman Ramazon oyi kirib kelayotgani bilan. Mu'min musulmonlar savoblarni yig'ib oladigan, gunohlarni to'kib oladigan paytlarga yetib kelyapmiz inshaalloh. 19 fevral ro'za og'iz yopiladigan kun deb eshitdim. Xudo xolasa sizlarga ham yetkazib qo'yay, chunki ro'zadan xabar bergan odamni Allohim do'zaxdan saqlaydi degan hadislar ham bor. Bilmaganlarga bildirib, bilganlarga eslatib qo'yay dedim. Xo'sh, endi parandalarimizni qo'yib yuboramiz. To'g'risi, video olganda nima deyishni bilmayman. Xayolimga hech qanday bir narsa kelmaydi, chunki hech qanday bir yangiliklar yo'q. O'sha tuxumlar kelyotgandi, men xursand bo'lib qoldim, u zo'r tuxumlayapti deb. O'sha tuxumlashdan ham biroz susayib qoldi. Ayniqsa endi o'tkalarniki, ichkaridagi ona endi o'tkalar umuman to'xtab qoldi tuxumlashdan. Tashqaridagi jo'ja endi o'tkalar ham bir tug'ib, bir tug'may, xullas o'ziga yarasha. O'rdaklarni ham tuxumlari oldingicha emas. Xullas, qanaydir sekinlashuv bo'ldi. To'g'ri, endi bir keraklicha e'tibor berishga o'zimda ham qunt yoki sharoit imkoniyat bo'lmayapti. Ularga kakras mana hozirgi paytlarga baliq atxotlarini olib kelib yediradigan payt yoki har xil vitaminli narsalar yediriladigan payt, meva-cheva, sabzi, xullas masalan bir atxotlar, endi sabzi deganda endi bu magazinda sabzi olib kelib yedirish demayapman. Sabzi yoki shalg'om atxotlar bo'ladi-ku, mana shu kovlab sotadiganlar bo'ladi. O'shalardan shularning po'choqlari yoki pomoylar, shunaqa narsalarni beradigan payt обязательно demayman. Broiler ovqatdan ham bir ovqatiga 30% qo'shib berilsa yaxshi bo'ladi, immunitetini ko'taradi, bularni tuxumga tayyor bo'lishadi. Shuncha ma'lumot bor, lekin amal qilmasangiz bekorda. Chunki hozir amal qilishga imkoniyatimiz ham yetmayroq turibdi. Xudo xolasa ana shu imkoniyatsizliklardan mana shular meni chiqarib yuboradi deb umid qilganman inshaalloh. Allohim o'zi bir xayriyatli qilib bersin, shularni barokatli qilsin. Bulardan shu yil umidimiz katta inshaalloh. Havolarimiz ancha ilib qoldi. Mana bu bag'ridagi balotamiz ham yursa bo'ladigan holatga kelib qolgan. Oyoq balchiq bo'lmay, tovusimiz ham maza qilib yuribdi. Buni patlariga ozgina loy tegib ana bo'lib qolibdi. Ba'zi patlari yoyilmay qolibdi. Kecha ham dumin yoyib turgan ekan. Yaqinlashib kelayotgandim, yoshinib keldim ham. Meni ko'rib lapa dumin yig'ib oldi-da, keyin urushib berdim. U yer qizbachaga o'xshab dedim. Nozlanadilar qizbachaga o'xshab. Video olgan qo'ymaydilar. Qo'y bitta. Xo'sh. Qadrli tomoshabinlar, jo'ja endi o'tkalarimizda bug'doylari bor ekan, kecha-kechqurun solganmiz. Kunduzi tashqarida bo'lishadi, shart emas deb o'ylayman. Tuxumlari bu yerda adashmasam o'sha bitta tuxum, hali ham o'sha bitta tuxum, o'zgarish yo'q. Bu yerda 3 tami 4 tami tuxum tug'yapti bittasi. Mana bu yerda kirib chiqish qiyin, lekin baribir shu yoqqa kirib tuxum chiqishyapti. Tuxumni yashirish uchun o'zlarini shunchalik qiynashadi-ya bular. Lekin mana baribir topib olaveraman. Meni yomon ko'rib ketishdi kerak ba'zi payt. Mana qadrli tomoshabinlar, 4 tami 5 tami tuxum ko'ryapman. Lekin uzoqda qo'l yetmaydi, olib bo'lmaydi. Balki taylarda yana ham bordir. Havolar yaxshi, hozir indamayapman. Shu yerda yig'ilaversin qani, kim bo'lib pana joyda. Balki shu yerda ko'p bo'lib ochib chiqa olar. Meni ham bilmadim, keyin ko'ramiz, yig'ilaversin-chi. Xo'sh, ona endi o'tkalarimiz tomonidan nima gaplar? Qarang, qo'noqqa chiqib olganini qarang. Shuncha yuqorida chiqib o'sha yerda yotyapti. Bularda ham bug'doylari bor ekan. Buyanda tovuqlarimiz tuxum tug'ib turishdi. Kecha tagida bittagina tuxum qoldirib qo'yganman. Ana endi ko'rindi. Shu tuxumni qoldirib qo'yganman. Palaxda tuxum. Yoniga bitta qo'shilganini olib qo'yapman. Cherezden tug'yapti hozir buyanda tovuqimiz. Barnavellarimiz esa hali tuxumga kirgani yo'q va tuxumga hali kirishni mo'ljallayotgani ham yo'q. Barnavellar xo'rozimiz, makiyoni esa yuqorida dam olyapti. Xullas, shunaqa. Mana bu yerlar tuxumlarga to'lib turardi bir vaqtlar. Hozir qarang, birorta tuxum yo'q.
Bu hatto ichimni qizdirib, kayfiyatimni ham tushirishni boshlayapti. Umuman bilmadim nima bo'ldi, nima qo'ydi. Shu oxirgi marta tuxumlarni terib olganimdan keyin qaytib tuxumlamay qo'yishdi. Lekin yeyish ichishlari joyida, yashashlari konkret bo'lyapti. Yaxshi yashab, yaxshi yeb, ichib yurishdi. Lekin shundan to'xtab olishdi. Nimagadir. Balki bu ham bahorga tayyorgarlikdir. Xudo xolasa, endi tuxumga kirib ketishsa, xudo xolasa endi hozir mana tuxumga kirishsa yaxshi bo'ladigan vaqtda, hozir bundan buyog'i ertaroq jo'jalarni chiqarishga imkoniyat bu beradi, ertaroq tuxumlashga kirishsa. Lekin yana bitta xavfli tomoni ham bor. Xavfli tomoni ham bor hozir tuxumga kirib olganini. Masalan, fevralda oxirroqlari bilan bitta muzlatsa-yu tuxumlarga zarar yetib qolsa, u ham yaxshi bo'lmaydi. Shuning uchun germanskimizni qayam qilib. Уже hakiyonlarni egalik qildi o'zi germanskimizdan. Xo'sh, tovuqxonamizda hali tong otgani yo'q. Yaxshi xabarlardan biri, sesarkalarimiz va xo'rozimizni sotib olganimizdan keyin kuniga bitta, ba'zida ikkita ham bo'lib qolyapti, tuxum tug'ishyapti, ko'stimasin. Lekin har joylarda, yerlarda tug'ib ketishyapti. Uya qilib tug'ishmayotgani yo'q. Hozir xo'roz sabab bo'ldimi, havolar ilib ketayotgani sabab bo'ldimi? Hozir havolar ko'stimasini yaxshi, iliq havo bo'lyapti. Shuning uchun ba'zida bunaqa yerlarda tuxum tug'ib qo'yishyapti. Bugun yo'q shekilli paka. Kecha ham bitta olgan edim. Chiqib 3 kundan berimi kuniga hech bo'lmasa bitta, ba'zida ikkita ham tuxum bo'lib qolyapti. Xudo xolasa tuxumga kirib ketishsa yana ham yaxshiroq bo'ladi. Inkubatorda to'ldirib tuxum tug'ib bersa zo'r bo'ladi. Unaqa uyalar qilishadi, yotishadi chuqurcha qilib, chiroylikdan qilib, lekin uyaga mana shunaqa kovlagan joyiga tuxum tug'maydi-yu, tashqariga tuxum tug'ib ketib qoladi. Nimaga unaqa ekan? Yoki biri tuqqan tuxumini ikkinchisi chiqarib tashlaydimi? Joy talashib. Balki shunaqadir, yana ham bilmadim. Bu bizani ona tovuqimiz. Hozir sekin endi o'ziga kelib qolyapti. Hozir ham hali ham ancha hurkakroq. Xudo xolasa buni yana 3-4 kun o'ziga kelib yurib olaversin, keyin boshqa xanxyablarni oldiga qo'shib qo'yamiz. Xanxyab deganda bizani xanxyab tovuqlarimiz nima qilishyapti? Xanxyab tovuqlarimiz ham ko'stimasini hozir tuxumlab qolishdi ancha oldinga nisbatan. Qizilligini qarang, bo'lgan sal qip-qizil bo'lib, katta bo'lib borishyapti. Qarang, shishib. Tovuqni kattaligini qarang. Qarang. Xo'rozni ham qarang. Jersilarning kattaligi deb bor jersi. O'zi qizil jersi deb bekorga aytishmagan ekanda, haqiqatan jersiga o'xshab katta narsa bo'lish ekan. Ko'stimasini hozir bular shilib tuxum tug'ib turishibdi. Bu yerda hozir 7 ta tovuq bor, lekin 7 ta tuxum olayotganimiz yo'q hozircha. 3 ta, 4 ta, ba'zida 5 ta bo'lib qolyapti. Lekin qishki kuni uchun bu ham yomon emas. Kechagi, bugungi havolarda sesarkalarimizni ham tashqariga ham bir chiqarib aylantirib olgim kelyapti-yu, lekin bularni chiqarib qamash ancha muammo bo'ladimikan deyapman. Chunki ularni tashqariga chiqarib yuborsam, keyin qamay olmaymanmikin degan fikrim bor. Shuning uchun, chunki ular bu yerdan chiqib ko'rishmagan. Chiqsa bilmadim endi qanday qilmayman keyin. Uni ustiga to'g'ridan-to'g'ri eshikdan chiqib ketisha olmaydi bular. Hozir bular ona endi o'tganlarning xonasiga o'tib, keyin bu yerdan u tomonga chiqib ketish kerak. Bu ancha tashvish bo'ladi. Shuning uchun qo'yib yubormayapman. Tashvish bo'lmagan taqdirda ham endi buni qamash keyin tashvish bo'lsa kerak. Shuning uchun qo'yib yubormayapman. Uchib ketib qolishda bormi?
Mana keyin ko'ring tomoshani. Xudo xolasa havola isib ketaversin, ularni o'ziga отдельно joy qilamiz sisarkalarga. O'sha yerda internetda ham ko'ryapman, sisarkalarga, to'ruslarga shunaqa bir chiroyli zo'r joylar qilib berishyapti. Ko'rib odam havas keladi. Seli bog'ni setka bilan o'rab qo'ygan hovlini. Tepa-yu, atrofi-yu hamma joy o'ralgan. Endi gideta bilmadim, necha so'tqa joy o'ralgan, lekin juda chiroyli-da, juda mazza-da. Sisarka ham bor, fazanlar ham bor, hammasi yuribdi bemalol. Mana shunday joy qilib qo'ysa qanday mazza bo'ladi. Bu janjalchi g'ozlarimizga mana shu yerda alohida ovqat berib qo'yapmiz. Chunki yangi tayyorlagan idishimizdan bular boshi sig'mayapti. Boshini tiqib ovqat yeyishmayapti. Shuning uchun bu yerga alohida ovqat berib qo'yapmiz bularga. Gideta bir kosacha bug'doy berib qo'ysam, shundan ham qolib ketadi, qolganini o'rdaklar yeb ketishyapti. Naryoqda shipirni ustiga berayotgandik. Shipirni ustiga bular loy oyog'i bilan keladi-da, bug'doyni ustidan bitta yurib o'tsa, bug'doyni oyog'iga yopishtirib, naryoqlarga, yerlarga, loylarga ekib ketib qolishadi. Juda ko'p isrof qilishni boshlashdi. Shuning uchun bunday idish yasadik, videosini ham chiqardim. Shu idishdan boshlarini tiqib yeyishsin. Boshida rosa injiqlik qilishdi, yeyishmay, boshini tiqmay, shipirginadan ustilardan yurib, to'kib yeyish yo'q qolgan edi shekilli. O'zi sekin-sekin majbur bo'lishyapti unga boshini tiqib yeyishga. Manaki pashti yarim qilib qo'ygan edim. Ko'rinib turibdi, manaki anchagina yeyishgan. Asta-asta o'rganishadi. Ular to'kib isrof qilib yeyish mazza bo'lsa kerak-da. To'kmasdan yeyishni o'rganishyapti. Atrofda birorta bug'doy to'kilmagan, qarang. Qanday yaxshi. Bu yerda bo'lsa juda isrof qilib tashlashgan edi. Hozir ham mana shu yerlardan nasib bo'lsa bahorga to'la bug'doy o'sib chiqsa kerak deb o'ylayman, chunki loyga qorishtirib tashlashgan. Hozir endi buni ustiga yana ozroq bug'doy qo'shib qo'yamiz. Anchagina bug'doy ketay ekan. Bir soq qo'yganim даже 2 kunlab ham yetsa kerak deb o'ylayman. Agar to'ldiribroq qo'yaman desam, vobshim ham ketib qo'yadi. Lekin unaqa to'ldirib qo'ymayman. Yetadi shu oz-oz. Shu ozginasi ham bir bodir shunaqa 4 kilo, 5 kilo bug'doy solib qo'ydim hozir. Xo'sh, indiyskiy begunokchalarimiz endi qoch biz ham ovqatlanaylik deyaptimi yo bu yerdan ket bizda tuxumlab olaylik deyishyaptimi? Bu yoqdan bu yoqqa yugurib. Hozir agidellarimizni ham qo'yib yuboramiz. Ular ham dodlayapti ichkaridan. Kuni bo'yi yoki kechasi bilan umuman ovoz chiqmay yotishadi bu agidellar ham. O'zi qo'yib yuboradigan vaqt kelgan paytda dodlab qolishadi. Olganda hozir biroz ertaroq qo'yib yuboryapman bugun. Ertaroq qo'yib yuborishda bitta zararli tomoni ham bor, minus tomoni ham bor. Bular hali to'liq tug'ib ulgurishmagan bo'lishadi va yo'laki tushgan joyga tug'ib ketaverishadigan odati bor. Oyoqlarini quruq bo'lsa qanday mazza. Chiqilgan tashqariga. Kana balanga tushib ketib qolding. Agidel o'rdaklari unaqa uchisha olmaydi. Begunoklar ham, agidellar ham bularga 1 metr balandlikdagi yoki даже 80 sm balandlikdagi setka bularni hech qanday ketib qolganini qo'ymay ushlab tura oladi. Xudo xolasa o'sha ularning tuxumlarini inkubatorga qo'ydik. Endi qancha oshib chiqadi bilmayman. Urug'lanish foizini ko'rish uchun. Xo'rozlarimiz kamlik qilyapti. 15 ta makiyonga adashmasam 3 tami, 4 tami shunaqa xo'roz qolgan. Xo'rozlar biroz kamlik qilyapti. Xo'roz olishimiz kerak bularga. Urug'lanish foizini yaxshilash uchun albatta. Agidel o'rdaklarimiz ko'pchilik biladi, bular broiler o'rdaklar hisoblanadi. Go'sht yo'nalishiga, ya'ni 2 oyda 3-3,5 kilogacha go'sht qilish imkoniyatiga ega bular. Undan tashqari tuxum yo'nalishiga ham o'zini juda yaxshi ko'rsatishyapti. Yaxshi tuxumlar turishibdi, Xudoga shukr. Hozirlar mana bu yangi jo'ja, endi ba'zi tuxumlanmay yoki tuxumlanmaganlari endi tuxumga kirib shunaqa bo'lib kelyapti-yu, lekin o'sha kunlar havolar bir iliq bo'lib, quyoshda chiqib yaxshi bo'lib qolgan paytlar, 11 tagacha hatto tuxum tuqqan paytlari ham bo'ldi bularni. Bularga shunday bo'lishi uchun albatta toza suv kerak. Suv bo'lib turishi kerak. Hovuzimizni kecha bir chekkasini yopib remont qildik. Mana bu yoq hozir suv ichayotgan joy ochiq edi. Kam suv bo'lib qolgan edi. Endi hozir bunga ko'proq suv solib qo'yamiz hovuzimizga. Bular maza qilib cho'milishi uchun, xudo xolasa. Ko'rsatmasdan tuxumlarini qarang, agidel tuxumlari. Birozgina demasangiz, pashti indutka tuxumlari bilan barobar. Katta tuxumlar. Hozir videoda qanday ko'rinyapti bilmayman, lekin katta tuxumlar mana. Xoli qoldiramiz, ular kirib tuxumlarni tug'ishda davom etib olishsin. Bo'lmasa, shu bezovta qilib ursangiz tuxum ham qo'yib urishadi. Shu bezovta qilmaslik kerak o'zi. Soat 8 dan o'tib, 9 ga yaqin kelib qaragan ma'qulroq o'zi aslida. Bugun ertaroq tindirib qo'yaman deb, ertaroq kelganim bo'ldi. Qarang, hammasi ham shu tepaga chiqib. Hamma xoli joylarni qidiryapti. Birinchi o'rinda xo'rozda borib, tekshirib beradi joyni. Joy xoli bo'lsa, yaxshi bo'lsa, keyin makiyonlar borib, shu yerga tuxumga kirib yotishadi. Bular tabiatini kuzatib odam lol qoladi. Qarang, qanday bir boshqacha. Bular bir o'ziga yarasha, bir o'zgacha bir boshqa olam bilan hayoti. Mana shunaqa gaplar, qadrli tomoshabinlar. Hayot xuddi nima desam,
bahor kelayotganga o'xshaydi xullas. O'sha bu yerga oz qoldi, demak, mana o'sha fevral qisqa. Bu nima desam, ko'z ochib yumguncha o'tadi, ketadi. Qancha ertaroq ishni boshlasak, shuncha o'zimizga yaxshi bo'ladi. Jo'ja mavsumini ertaroq boshlashga harakat qilish kerak. Kimlardir уже boshlab, birinchi partiyalarni chiqarib ham bo'ldi. Biz hali ham orqada yuribmiz. Qadrli tomoshabinlar, vaqt g'animat. Ayniqsa parranda sohasida, chunki bularni belgilangan muddati bo'ladi jo'ja mavsumini. Shuning uchun ertaroq harakat qilish kerak, xudo xolasa. Hammalaringizga xayriyatlar tilayman. Allohimdan xayriyatlarini, barokatlarini tilayman. Hammalaringizga xayrli bir barokatli mavsum tilayman parranda ishqibozlariga. Sog' salomat bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.